Bunga qarang, tog'ning ustida turgan ajdar tasvirlari ko'ryapsizmi? Bir emas ikkita bu avtomobilimizda chiroqlardan tushib turibdi. Bundan tashqari mana shunaqangi juda ham chiroyli proyeksiyalarni ham berib turadi. Ochish tugmasini bosishingiz bilan elektron parollar hamda Zikr yozuvlari chiqib keladi. Anglagan avtomobilimiz Zikr kompaniyasiga tegishli Zikr 9X. Aynan mana shu chiroqlardan hozir proyeksiya tushib turganda to'liqligicha qoraytirilgan qora paketdagi avtomobilimiz. Disklar ham chiroyli, meshligidan shinalar qo'yilgan, yarimlagan, yarim spitsali disk desangiz ham bo'ladi. Ikkalasini ham o'rnini bosib ketadi avtomobilimiz. Orqa qismlari ham chiroyli, avtomobilni aynan Rolls-Royce Kalininga o'xshash avtomobilimizning orqa qismlari, chiroqlarining yonishiga ham o'zingiz ahamiyat berib, bitta baho berib ketsangiz bo'ladi. Nomer taqilgan avtomobilga notariusga tayyor holatda salon qismlarini ham ko'rsatamiz. To'q ko'k charmlar bilan avtomobilimiz qoplangan va avtomobil sotuvga tayyor holatda. King Motors'dan kelib avtomobilni bir necha soat ichida xarid qilsangiz bo'ladi. Sababi notariusga tayyor holatga keltirib qo'yganmiz. Bu 50 kilovatlisi sidinalari aylanmaydi. Narxi esa 120 ming AQSh dollari deb baholangan. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Like bosishni esdan chiqarmang.